Muhtaram do'stlar, mana bu xonadonga eshitasizlar. Said Hasan Quyoshli she'ri, Dovun Xorzodasi, Piranishvara Turkiyada Abdulqodirjon Saidning farmoyishiga. Abu Bakr Mahmudning Keboshchalov qo'shiq o'qimog'ida tinglang do'stlar. Azizim nigore modalar qilib bevafo bunibon tashladi ketdi. Azizim nigore modalar qilib bevafo bunibon tashladi ketdi. So'zim eshitmadi bir bor nigorim, yuragimni qurxon ayladi ketdi. So'zim eshitmadi bir bor nigorim, yuragimni qurxon ayladi ketdi. Yalg'on vadasiga ishonchim olib, qalbimni telbalar qilib ketdi. Yalg'on vadasiga ishonchim olib, qalbimni telbalar qilib ketdi. Qalbimni telbalar qilib ketdi. Musofirman bugun uzoq joylarda, g'am bilan kezarman bog'-uroqlarda. Musofirman bugun uzoq joylarda, g'am bilan kezarman bog'-uroqlarda. Ko'p uni sevardim o'sha chog'larda, misli bir xotirot qoldi u ketdi. Ko'p uni sevardim o'sha chog'larda, misli bir xotirot qoldi u ketdi. Misli bir xotirot qoldi u ketdi. Hasan Quyosh aytar mana o'sha intizor, Qodirjon Said farmoyishing bor. Hasan Quyosh aytar mana o'sha intizor, Qodirjon Said farmoyishing bor. Ko'zlarim yo'liga qoldi intizor, ko'zimni yoshlabon tashladi ketdi. Ko'zlarim yo'liga qoldi intizor, ko'zimni yoshlabon tashladi ketdi. Ko'zlarim yoshlabon